Sizlar bu videoni ko'rgandan keyin yog'och mahsulotlarini qayerdan olishni bilasizlar. Chunki buni hozir qarang, bozorda narxi qancha buni? Bu O'zbekiston teraktika. Ha? Narxi qancha bozorda buni? 3,5 ming sotishadi bozorda. Ha, 1 metrini. Ha, metriga, ha. Bizda optim yeri 2,5 ming so'mdan optimga beramiz aka, optimga. Ha, optimga 2,5 ming so'mdan berilar ekan o'rtoqlar. Qaranglar. To'sinlarimiz bilan. 5 metrlik to'sin, strapel, buyurtmaga qarab, chiqarib berilaveradi o'rtoqlarni. Tahlillab tashlashibdi. Bularda optimga 80 ming so'mdan beryapti. Optimga 80 mingdan 80 ming so'mdan. qilib beriladi. Bozorda qancha? 85 ming 90 ming. 85 ming, 90 ming. Qancha dedingiz narxini buni? 80 ming so'mdan. 80 mingdan pul beradi sizga. Uyga borib to'kib berasiz. Tamom. Mana, o'rtoqlar. O'shaning uchun oldim, obzor qildim. Bo'lmasam, uni zilda olib ketaman dedim. Bu yerda yaxshi tema bor ekan. Xalq uchun bir arzonrog'iga yuraylik, xudo xolasa. Qani bismillah o'rtoqlar, sizlar bu videoni ko'rgandan keyin yog'och mahsulotlarini qayerdan olishni bilasizlar. Chunki to'g'risini aytsam, yolg'on bo'lmasa, men shuni obzor qilgan keluvdim. Mayda tayyor birinchi qo'l ishlab chiqaradigan arzon. Bozorda ancha arzon, kerak bo'lsa vodiyga ham yetkazib beraveramiz deb. Bu yerda plarama bor ekan aka. Xullas, mana shunaqa ish qilamiz deb aytibdi. Dedim, bozorda nechi pul bununcha, o'singlarchi buncha ancha uy quradigan bo'lsa, ancha arzonga tushar ekan. Xullas, boshlayveramiz. Aka, xo'p, nimadan boshlaylik? Hozir men reyka ishlab chiqarish boshlabsizlar, aka, mana reyka ishlab. Xo'p, bu nechilik reyka? Qanaqa bu? 4 ga 4 reykamiz aka. 4 ga 4 reyka. Eng qizig'i o'rtoqlar birinchi qo'lda bular. Haqiqiy xolislar optim donalar xullas sotiladi. Buni hozir qarang, bozorda narxi qancha buni? Bu O'zbekiston teraktika. Ha? Narxi qancha bozorda buni? Bular 3,5 ming 4 minggacha sotishadi bozorda. Hop, 1 metrini. Ha, metriga, hop. Bizda optim yeri 2,5 ming so'mdan optimga beramiz aka, optimga. Ha, optimga 2,5 ming so'mdan berilar ekan o'rtoqlar. Mana qaranglar. Gap yo'q. Endi sizlardan shunaqa narxga olib ketadi-da. Olib ketib, bozorga olib chiqib sotilyapti. Mana. Ha, manzilda aytib ketay. Andijon viloyati, Andijon tumani, Layman qishlog'ida. Telefon qilsanglar ushbu raqamlarga lokatsiya ham tashlab beraverasizlar. Kelib, mana topish qiyin emas ekan. O'zi andijonliklar bo'lsa ham, mana tadbirkorlar bo'lsa ham kelib olishinglar mumkin. Xo'p, bu to'sinlikmi aka endi bular nima bu? Aha. Straplik, xorlik, har xildan. Har xildan bor. Nima qilingan? Kordoz berilgan bularni. Aha. Bu yerda optimlik uchun bunday chiqarib olinadi, uylab beriladi optim. Xo'p, menga mana shunaqa to'sinlikdan chiqarib ber desa, qanchadan sotasizlar mana shunaqa semizlikdalik? 45 ming so'mdan optimga chiqarib beraveramiz. 45 ming so'mdan qilib berilaveradi optimga. Bozorda qancha aka bu? Bozorda 55 ming, 60 ming. 55 ming, 60 ming. Ancha yutargansizlar o'rtoqlar. Mana qaranglar, bu yoqda ancha to'kib tashlabdilar mana mahsulotni. Aka, mana shuni yog'och bo'yicha ham sotaverasizlar mana uni ham. Kerak bo'lsa, to'g'rimi? O'tinlarimiz bor, aplikalarimiz. Aplikalar qanaqa bo'lyapti aka bular? Ya'ni hozirgi kunda 1 million 200 mingga uylatib beryapmiz. Qanaqa mashinaga? 53 lar, 53 ga 1 million 200 mingga to'ldirib berasizlar. Uylab beriladi. O, neydi o'tinlar bor ekan o'rtoqlar. Mana o'tinlar. Buni ham narxi bormi yo kelishib chiqib bularda ham? Yo'q. Bor narxi. Endi obzor qilmaganmiz anchadan beri biz qurilishda endi. Hop. Bular narxi 53 mashinalarga. Hop. 1 million 200 mingga uylatib beryapmiz buni ham. Buni ham, ha. Ana qishga. Ha. Qarang, shu narsalar bor, mana shu kuzroqda oshadimi? Oshib ketadi. Qarang, qish kelayotganda 2 millionga bo'lib ketadi. Hozirgi kunda arzonroq. Hozir olib qo'yinglar, turaveradi. Bir quruqroq joyga qo'yib qo'ysalarga, yomg'ir tegsa ham turaveradi. Bu achib chirimaydi. Xo'p, o'rtoqlar, ayniqsa haligilarga zo'r, somsa pishiradiganlar, shularga ham zo'r narsa. Mana bu endi haqiqiy bu nimada? O'zimizni mirzalardan, eski mirzalardan chiqaryapmiz. Mana to'sin straplarimiz bor, o'tib ko'rsanglar bularni. Bo'ldi, hozir ko'rsatamiz. O'rtoqlar, mana. Mana ekanda ishi asosan. Mana apilka. Mana shu apparat, ha? Gap yo'q. Mana shu apparat narxlari qancha aka? Примерно mana shu. Ular o'sha 25 million atrofida. Atrofida. Bu samodelkami bu? Vasi nimalar qilishni ham ustalar qilib berishadi. Ha, samodelka qilib. Xo'p, o'rtoqlar, mavzudan chalg'iymiz. Endi bir yangilik narsani ko'rsam, bir qiziqib ketaman. Mana bular 5 metrlik to'sinlarimiz ular. 5 metrlik to'sin, strapel, buyurtmaga qarab
chiqarib berilaveradi o'rtalarni. Tahrirlab tashlashibdi. Aka, bu 5 metr dedingiz-a? 5 metrlik to'sinimiz ha. Hammasi 5 metrmi yo 4 metr? bo'ladi, 5 metr bo'ladi, 3 metrliklari bo'ladi. Aha. Bu qalinligi qanaqa buni aka? 6 ga 12. 6 ga 12 o'rtoqlar. O'zbekiston. O'zbekiston terlari. Xo'p. 6 ga 12 shu 5 metrlik nechi pul aka bular? Bularda optimga 80 ming so'mdan beryapmiz. Optimga 80 mingdan 80 ming so'mdan. qilib beriladi. Bozorda qancha? 85 ming 90 ming sotadi. 85 ming 90 ming. Ancha yutadi. Ancha yutadi. Menga qarang, hozir aka, endi menga qarang, misol uchun hozirgi odamlarga, endi hozirga, misol texnika rivojlanib ketdi. Endi qidirib yurishni men ham xohlamayman. Misol men ham bir narsa qursam, boshqa qilsam, shuni zakaz qilib uyimda tag olib kelib bersa, juda maza bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavka bor dedingiz. Dastavka bor. Mana shu narxga qo'shilmaydimi yo'l kirashi? Yo'q, qo'shilmaydi. Shu narxning ichida dastavka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. Xullas, qancha dedingiz narxini buni? 80 ming so'mdan. 80 mingdan pul beradi sizga. Uyga borib to'kib berasiz. Tamom. Mana, o'rtoqlar, o'shaning uchun oldim, obzor qildim. Bo'lmasam, mana zilda olib ketaman dedim. Bu yerda yaxshi tema bor ekan. Xalq uchun bir arzonroq ham yuraylik, xudo xolasa. Xo'p, bu 4 metrlar qayerda? Mana shu 4 metr ha? Ha? Bularni 55 ming so'mdan sotamiz optimga. 55 ming so'mdan ha? Ha, optimga 55 ming so'mdan sotilyapti ekan bu. Hamma dastavkasi ichida, ha? Dastavka vodiy bo'lib. Xo'p, mana shu buni katta to'sin shekilli bular aka. Ya buni yana ishlov qilasizlarmi? Xoriligimiz, ayvonlik, namis, ikkinchi etaj namizdagi o'ntar xorilarimiz bular. Nechi pul? Bularni 50 ming so'mdan metri. Ha, metr 50. Ha, metr 50 ming so'm, ha. Hali pol ham chiqarib beraverasizlar, ha? Misol pollik zakaz qilib. Xullas aka, любой zakazda menga 6 metrlik, 5 metrlik munchadan bir menga bir 40 ta, 50 ta, misol 70 ta olib kelib ber desa, pulini tars bozordan arzon kelishtirib beriladi. Mana o'rtoqlar turidan bor ekan. 3 metrlik qancha aka bular? 3 metrlik 35 ming so'mdan, 3 metrlik to'sini 6 Xo'p. 3 metrlik straplimiz 4 ga 12 bo'ladi. Ularni 25 ming so'mdan. 25 ming so'mdan vodiy bo'ylab. Dastavkasi. Yaxshi. Xo'p. Endi bu haligi vassa deydi bizda tilda. Mana o'rtoqlar, mana shunga qo'yiladigan yoki, ha? Bular qancha? Bu necha metrli? Bu 4 metrga taxlanadi aka. Xo'p. Kattasi ham bor, uzuni ham har xilda endi bu, to'g'rimi? Xo'p, bular necha pul ekan bu? Buni kelishtirib beravering, o'zingiz dehqonisiz aka. Donasini bozorga 7 ming so'mdan beramiz aka, bu donasi, bir donasini. Ha. Kvadratga bo'lsa 13 mingdan 12,5 ming, 12 mingdan tushadi aka. Biz sotayotgan narxda. Endi olib chiqib ular ham foydasiga sotadi aka. Xullas, любой yog'ochdan nima qilib beraverasizlar. Har xil turidan bor ekan. Mana ismingiz nima aka? Said Islom. Said Islom akada murojaat qilasizlar. Mana Andijon viloyati, Andijon tumani Nayman qishlog'ida o'zlari mana nima deydi, tadbirkorlik ishlari bilan mana necha yildan beri shuning ichidasiz aka? Sir bo'lmasa. 20 yil bo'lib qoldi. Shundan chiqdi, ha aka? Ha, bizda shunaqa gap borda menga. Tishim mana shunday 20 yildan o'tdi. Ha, yaxshi. Ha, mutaxassis ekanlar, bo'lmasam. Gap yo'q. Xullas, video past telefon raqam foydali sizlarga kontent. Aka, rahmat shunchalik. Xalq xizmatida sizlarga omad, o'rtoqlar. Bo'lmasam tadbirkorlar arzon joyi shu yerda ekan. Bo'lmasam, misol magazinga to'kib ham beraverasizlar, olib borib, to'g'rimi? O'zmaylarga olib borib dastavka bo'laveradi. Telefonda qilib kelishib olib olasizlar. Eng qizig'i bozordan ancha arzon.